Aziz obunachilar, Xudo xohlasa bitta navbatda yana darvozamizni bitkazdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu darvozamizga ketgan materiallar shvillallari 12/8 ko'rishlaringiz mumkin. Dishlari uchli qalinlikda va bu yoqlari 8/4 dan bo'lgan. Mana bunaqa bir listlar, keyik profil. Ko'rishlaringiz mumkin, jam cho'tka holatda chiqqan kraskalari. Gruntovka Gramotex va o'zini kraskalarini sepib eshiklarni ochib-yopishga bitta baho berasizlar. Jam cho'tka holatda chiqqan laklarni sepib berganmiz. Tepalar lazerni ishlamagan, ko'rishlaringiz mumkin, ichkari qorong'u bo'lib qolmasligi uchun. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Orqa fasadlarini ko'rsatamiz. Do'stlar, Xudo xohlasa darvozamiz orqa qismini ko'rishlaringiz mumkin. Uchli qalinlikda listlari tekis bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin betlarni. Zashilka qismi ham deyarli holatda chiqqan. Sharnerlar uchta bo'lgan, ko'rishlaringiz mumkin. Shu sharner katta ikkita sharner ochilib turishlar cho'tka darvozani. Oldiga safni bitta bor, baho berasizlar. Bunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.